Assalomu alaykum ko'rurmanlar. Hammanglar bugungi suhbatimizga xush keldinglar. Bugungi suhbatimizni Elshad Hasan hakimiz bilan birga elib boramiz. Elshad akamni ko'pincha tanıysizlar. Uzun yillik davo sepidagi kurash qilayotgan bir faoliyatchi ham tadqiqotchi, analizchi. Biz burun Elshad akam bilan Uyg'ur tadqiqot markazininki Tor kanalida YouTube kanalida bir qancha qatim programma qilgan. O programmalarninki ko'rilish qatim sanimi nihoyat yaxshi bo'lgan. Ko'pincha Elshad akamninki siyosiy analizlarini anglashni yoqtirasizlar. Buning uchun men bu qatim Elshad akamni o'zimninki shaxsiy kanaliga taklif qildim. Elshad aka xush keldingiz. Assalomu alaykum Mehmet To'xti ukam va ekran oldidagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Sizlarga salom. Biz bundan keyin Elshad akam bilan davomli Uyg'urlarga munosabatlik temalarda mulohaza ilib berishni o'ylashdik. Shuning uchun kanalga a'zo bo'lsanglar vaqtida xabar topa olasizlar. Burun odam kuchimiz bo'lg'achqa ham iqtisodiy kuchimiz birgalik bo'lg'achqa her programma qilishdan burun e'lon chiqarib qilatdik. Hozir undaq qilib bo'lmaymiz. Shunga kanalning o'zi orqali oldin xabar qilamiz. Shunga kanalga obuna bo'lganlar vaqtida xabar topib, vaqtida ko'ra oladi. Shunga kanalga obuna bo'lishni unutmasanglar. Ondan keyin turishlarga diqqat qilsanglar, bundan keyin yaxshi programmalarni sunmoqchi. Bugungi programmamiz asosliqan Amerikaninki bu qatimliq saylim haqida bo'ladi. Hammalarning xabarda bo'lgandek, Amerikada hozir intayin shiddatli saylam raqobati elib berilyapti. 4 yilda bir qatim bo'lgan prezidentlik saylimi bu yil 11-oyda elib berilmoqchi. Bu saylam bütün dunyoninki siyosiy taqdiriga, dunyoninki siyosiy vaziyatiga ta'sir ko'rsatadigan bo'lg'achqa, eng muhimi Xitoy bilan bo'lgan Amerika munosabatiga ta'sir ko'rsatadigan bo'lg'achqa, shuni biz yaqindan diqqat qilishimiz kerak. Shuna bu qatimqi programmamiz maxsus Amerikaninki saylamiga umumiy jihatdan bir qarab chiqishni maqsad qilgan. Elshadga unda qo'sa biz oldi bilan bizningki qarindoshlarimiz şu Amerika saylimi haqida umumiy bir tushuncha berib o'tsak, bugungi programmaning asosiy maqsadi shu. Hozir Amerikada qandaq bir saylam havosi bor, saylam qandaq ketyapti? Hozirgi Amerikaning saylam havosi nihoyatda jiddiy. Bu jiddiylik bir misol keltiray. O misol bo'lsa Prezident Trump'ninki birinci qitim saylangan vaqtida onunki bir aql ko'rsatkichisi ham saylamda boshdan oyoq qatnashgan Oqsaroyda yordamchisi bo'lgan Kellyanne deb bir ayol bo'lgan. Bu ayolning yo'ldoshi Trump'a qarshi. Republikan ama Prezident Trump'a qarshi. İkisi 4 yıl birbirisiga zıt gaplarni qilib kelib, oxirisi ajrashib ketdi. Hozir ayol ikisi ajrashib ketdi. Hozir ayoli yana birisi Trump'ni qo'llaydi, birisi Trump'a qarshi. Trump'a qarshi. Ajrashib ketib, hozir o yo'ldoshi George Kellyanne bu hozir butunlay Trump'a qarshi hamma televiziyada so'zlayapti. O ayoli oyoqda Trump bilan burunqi ayoli nima qilyapti? Maqtayapti. Shunchalik kaskin hamda bir oilada hatto ayol ajrashib ketish, bolalarni hamda har qanday bir oilada ajrashgandan keyin bolalarga cho'ng zarba bo'ldi. Shuningga qaramay siyosiy ko'z qarashiningki saylamdagi bu xil bo'lganligidan hamda mushu darajaga yetdi desak, menimcha bu mubolag'a emas. Anandaki yana birisi ikki tarafninki maydon shunda aniq ekanki, bu yerda bir tarafninki men tanlagan hamda saylamga tushgan bir tarafning Biden bo'lsa, bir tarafninki Trump.
Trump paşivazlık qilgan bo'lamdi, o'g'riyanchiqchilik qilgan bo'lamdi, nima qilsa, shuni saylayman deydi. He. Yana bir tarafdanki Biden yolg'onchi bo'lamdi, dalta bo'lamdi, dot bo'lamdi. Shu demokratlarga Trumpga qarshi chiqqan bo'lsa, uning ovoz berma deb ikki taraf hozir hattoki siyosiy ko'z qarashlarini ikki tarafning da'vatgan saylangandan keyin nimalarni qilma degan o planlarini anglaydigan vaqti yo'q. Bir-birini filanlan bu bitdi-da hozir. Bir-birisini ani uch ko'rganni men tanlayman, buni uch ko'rganni men tanlaydim. Mushu tarafga o'tib ketdi. Albatta bu hamma odamning unday emas, ammo ko'pincha xeyli jiq sondagi odamlar mushu qatoriga o'tib ketdi. Endi bu yerda mutaxassislar va olimlar va bular ikki odamni analiz qilish orqali ikki kandidatni Biden va prezident Trump, prezident Biden va birinchi prezident Trumpni so'zlaridan analiz qilyotdi. Masalan, ma so'zini dedi. Shuning uchun bu odam bu qasamanda xato deydi. Endi qiziq yeri bu yerda qo'llig'ichilari o degan gapi agar xilof bo'lsa, masalan, Trump tunugunki bir so'zda Xitoyning Xi Jinpingni yana maqtabdi. Kim Jong Unni maqtabdi. Putinni maqtabdi. Xi Jinpingni debdi, bu nihoyat qobiliyatli ulug' rahbar debdi. Endi bu Trumpni qo'llaydiganlar deydi, agar Xitoyga o'sh bo'lsa, u deb qo'ygan gapi, Aqsaraga kirgandan keyin u gapini qilmay Xitoyni joylaydi deydi. Endi agar bugungi kunda shaxsan Bidenning shunday gaplari bor, boshqa bir siyosatlarga. Agar biz qiziq yeri mening bu yerda bir ta'kidlamoqchi bo'lib, agar bir odamning degan gapiga biz tarjima qilib tushunsak, masalan, siz Mehmet To'xtay Ilshatgan bugun nima qildi desa, uni yana bir odam mening so'zimni tarjim qilish olgan bo'lsa, bu yerda bir masalaning ig'irligini ko'rsatadi. Chunki o'xshash tilda so'zlashsaklar tushuna olamiz. Ya yog'ini aytyapman, ya bo'lmasa rost gap qilyapman. To'g'ri. Uningga bir tushuntirish ketmaydi. Bo'libmi, aqni aq, qarni qar deydigan. Shuningga endi umumyuzlik elib aytgan vaqtida uzun gapning qisqasi, bu qitimqi saylam halqiliq saylam, nihoyat muhim bir saylam. Ham shunda Amerikaning tarixida hamda nihoyat keskin bir saylam. Shuningga keskin bo'lganligidan yana bir temada o'timiz, hatto suiqasdi, siyosiy suiqasdi, zo'ravonliklar ko'rinyapti. Bu odamni chuchtiradigan, hamma odamni o'yga soladigan bir saylam. Chunki Amerikaning saylimi garchi tashqi ishlar siyosati, men birovma deb kelgan, bir davlatning tashqi ishlar siyosati odatda o'zining ichki siyosatidan bir ulanmasi, o sirtqi ko'rinishi. Chunki har qanday bir davlat oldi bilan o'zininki davlat ichidagi siyosati asos ul bo'ladi. Uningga ergishib, uningdan keyin o sirtqi siyosatini shuningga asosini belgilaydi. Shuning uchun bu tashqi siyosatga tutishliq bo'lganligida bo'libmi Amerika dunyoning hamda saqchisimi deydi, zo'ravonmi deydi, zo'migirmi deydi, zo'migarmi deydi. Belki hammasi bor. Zo'migarlikmi bor, saqchilikmi bor, qudratligimi bor, hamma nimasi bor. Shuning uchun bu saylam nihoyat keskin, hattoki chet eldimi, Uyg'ur jamiyatidami zo'r bo'lmishlarni kelib chiqaryapti. Chunki Uyg'urlar Bidenni qo'llaydigan, Trumpni qo'llaydigan. Trumpni qo'llaydiganlar. Bu yerda bugun biz analiz qilib qoldik. Men jumuriyatchiman emas, men demokratman emas, ishkil partiyaning emas. Menga kim yoqidi, ko'z qarashi qanday, men shundan qarab ovoz berman. Shuning uchun bu yerda bu mana deganda abay men dedim, yana bir narsa bor. Masalan, mening dedim shu bor bo'lishi mumkin. Birsi yaqinda men bir nihoyat qiziq bir gapni angladim. Bugungi mana bilan azroq munosabat bo'lganligida deb kerak. Bir Uyg'ur oldida yurgan bir o'sha da'voda oldida yurgan bir Uyg'ur to'g'riliq bir yer bir parang bo'lib, bir ag'ina manda dedi. Deydi, bu odam Elshad Uyg'urni so'yganligidan millatchi bo'lib da'voga kirgan emas.
Xitoyni yomon ko'rganligidan Xitoyga uyushmanligidan da'voga kirgan deydi. He. Ha. Millatchi bo'lib qolgan. Ammo Uyg'urni unchalik o'zining millatini unchalik suyib ketishi notayin deb. Bu yerdagi masala shu. Hozir Amerikadagi saylandimi shu. Balki mendami shu bor. Qarshi tarafni Biden'ni qo'llaganlar Biden'ni yaxshi ko'rganlik uchun yaxshi ko'rganlar emas. Trump'ni yaxshi ko'rganlik uchun. Trump'ninki siyosati ya ko'z qarashini yaxshi ko'rmaganligidan boshqa tanlash yo'qda. Ikkilardan bo'lgandan keyin ikkisidan birisini chuqur tanlash kerak. U vaqtida ani yaxshi ko'rmaganligi amal yo'q, ma'ni tanlaydi. To'g'ri. Shunaqa endi bu saylab yig'inchoqlab bir yig'iz kaskin, naiti hal qilib bir saylab. Bu yerdagi keskinlikni savolning sirtida kallamga keldi. Asosiy Amerikadagi ideologiyalik bo'linishdan desak bo'lamdi. Bir tarafga hokimiyat o'tib ketsa, xuddi davlat o'tib ketadiganidek, qarshi tarafning taqdirini tamamen o'zgartirib o'tadiganidek, shundoq bir tahdid his qilganlikdan shundoq bo'linish kelib chiqqanmi? Shaxsan men shunday deb qarayman. Chunki bu cho'nqirlab ketsak, bak jiroqlab ketamiz, ammo qisqacha mening ko'z qarashimcha insoniyat taraqqiy qilib bugungi kunga kelguncha insoniyat ideologiyada ikki cho'ng eqim. Birsi insonning aqliga ishinib, aql bilan insoniyat o'zini idora qila oladi degan eqim. Yana birsi insoniyat aql bilan emas, aql bilan butun hal qila olmaydi. Shuningga yana sirtdagi bir ulug' kuchning yordamiga erishib, shu ulug' kuchning yetakchiligida o'zini idora qila oladi deydi. Bu sirtdagi kuch kim o degan vaqtida xristianlar uchun ularningki Xudo, hamda hammasi bir. Musulmonlar uchun Allah, Buddistlar uchun hamda o'zlari tushunadi, naytiji, Yahudilar uchun Yahva. Bu hammasi mushu ideya. Hamda bu ideyaningki tipik taraqqiyoti masalan Yevropaninki reformation, ya'ni islohot, Rönesans, qayta gullanish. Mushu jarayonlarda hammasininki bir turkum zo'r faylosuflarning degini inson aqli bilan dunyoni idora qila oladi, o'zini o'zi idora qila oladi. Shuning uchun insoniyatni muarifda tarbiyalasak, ularning saviyasi, axloqi hammasi o'sib, yaxshi bo'ladi, barobarlikni keltira olamiz. Namrat bo'lib, oshqasa, mayoqda go'sht yeb, to'yib, qusib olsa, bu bo'lmaydi degan mana narsada kelib chiqqan. Shuning bilan demokratlarning radikallari shuning tipik misoli. Cumhuriyetçilerin radikali onun yana bir yaratkuchininki yordami bilan deb. Shuning uchun hozir Amerikaning cumhuriyetçilerinin ichida masalan Xristian din dars kirish kerak. Public school'larda har qanday maktablarda Xristian dinininki aqidalarini maktabda o'rgatishimiz lozim deyapti. Buni chiqarib o'tish xato deydi. Demokratlarning radikallari nima deydi? O hech qanday ta'lim tarbiya kirgizmaslik, undan keyin barobarlik. Bu yerda barobarlik degandimi, ko'z qarash yana o'xshamaydi. Bir turkumlarning deydi, barobarlik degani fursat oldidagi barobarlik. Fursat barobarlik. Ama radikal demokratlar deydi, barobarlik degan boyning pulini ozroq elib, namratlarga berayli deydi. Albatta ularning degani kommunizmni kerak tortib elib emas. Ularning bajni yuqoriroq elib, namratlarga buni paravonlik bersak, ehtiyoji borlar. Biri fursat barobarligi, yana biri taqsimot barobarligi. Taqsimotga barobarlik. Shuningga hamda bu demokratlarning deydigini namratlarni bek tashib atmaymiz. Shuningga muarifni kuchaytimiz. Muarifni qanday kuchaytimiz? Hamma odamga muarif fursat o'xshash bo'lsin. Maktablarda namratlarning nomer to'g'an bo'lsa, ularga azroq e'tibor berib, ularni kirgizib, o'qitib yetishtiramiz deydi. Shu mana deganda yig'inchoqlab etsam, shu ideologiya taraqqiy qilib bugungi kunda jamiyatda nihoyatda ko'p masalalar yuz berdi. Jamiyatda. Bu masalalarni, masalan, ba'zi masalalarni shaxsan men o'zimni qabul qilolmayman. Buni hozircha demak turay, keyin buni muzokara qilsak bo'ladi. Ama ideologiya jihatdagi mushu ichki kuch hozir hamda
Cumhuriyetçiler sırtqı üçüncü kişininki yetakchiligida insoniyat aqlig'ila emas, yana yaratuvchining yetakchiligida boshqursak to'g'ri deydi. Ammo demokratlar deydi, din shaxsiy ish. Uyingga berib nima e'tiqod qilsang mayli, ammo ommaviy so'rinda, mayli muarifda bo'lsin, hukumat idoralarida bo'lsin, bu yerga din kirmasligi kerak. İnson aqli bilan idora qilib, tadrijiy holda muarif orqali, muarif eng muhim narsa. Muarif orqali odamlarning ong saviyasi bilimilar emas, ularningki fazilat, istil hamma jihatdan bularni yetishtirib olamiz. Shuning bilan insoniyat jamiyati yaxshi bo'lib ketadi deydi. Menimcha ikkilisida azroq masala bor. Bak oyoqqa ketib qolsa, din hamma ishga aralashib oldigan ish chiqadi. Bak mayoqqa ketib qolsa, insonlar o'zining turmushidan sirtiga chiqib ketib qolishi ehtimoli bor. Shuning uchun ikki tarafning burun bu radikallar ojizdi. Shuningga burungi saylamlarda ta'sir ko'rsatmadi. Ammo hozir bu radikallar kuchayib ketib, ma o'tirdiki izlanayotganlar nima deymiz? Aziyib ketganligidan bu ketimqi saylam mushunda kuchli bir narsaga aylanib qoldi. Bir jiddiy xuddi dushman bilan dushman talashayotgandek ekan. Burun unda bo'lmadi. Xo'sh. Şu meniki diqqat qilishimdimi Turkiyadagi vaziyatga o'xshab qoldi ekan. Turkiyadami normalda bir siyosiy hokimiyat almashgandek emas, davlat ketgandek bir tuyg'u shakllanadi haqiqatda. Hamda bu yerda yana bir masala qisqa. Desak, bu yaratuvchi tarafdan yetakchilik kerak degan bu ideologiyadagilar azroqli qepashib ketsa, ulug'larga ishindira. Masalan, bu yaratuvchining tanlagan adami, bu ulug'. Mushunda ulug'lar chiqsa bizni to'g'ri yo'lga boshlaydi deydi. Ammo ulug'lar doim to'g'ri yo'lga boshlay olmaydi. Ish cho'ng bo'lgan siri, qiyirgan siri agar tuzum boshqaramasa, ulug'lar eng oxirgi kelgan vaqtida masalan Stalin ulug'di, Lenin ulug'di, Hitler nemislar uchun ulug'di. Hozirmi masalan Hitlerni ulug' deydiganlar bor Germaniyada, dunyoda. Stalinni ulug' deydiganlar bor, Leninni ulug' deydiganlar bor. Mao Zedongni ulug' deydigan Xitoylar kurmingi bor. Ammo bular bir turkumlarga omad kelgan bo'lsa, yana zo'r bir turkumlarga ofat kelgan qirg'inchilar. Tarixda bunlarla nayt ko'p. Shuning uchun ulug' cho'qinish, ulug'ni izlash, bu ulug'dan ayrilib qolsak davlat ketadi deydigan bu ko'z qarash nayt xatarlik deyman. Shaxsan men ulug' bo'lganlarni qo'llab ketolmayman. Chunki adam ulug' bo'lgandan keyin uningga hamma huquq beriladi. Neminil qis to'g'ri bo'ladi. Bu xatar. Neminil qis to'g'ri bo'ldi degan vaqtida oxirsida o'z dushman ko'rgan odamlarni yo'qotib o'tishmi to'g'ri bo'ladi. Shuning bilan milliy qirg'inchilik, har xil ofatlar shuningdan agishib keladi. Xo'sh. Azon chiqyapti-da, bir minut. Chiqib qoldi. Unda qolsam, mushu qiziq nuqtaliq temadan boshlab boshqa savollarga o'tay. Trampning qasd uchirishini qanday tushunamiz? Amerikadagi bilishimcha bundan burunmi bir prezidentni suiqasdga uchirgan Tramp omon qoldi. Bu Amerikadagi bu siyosiy suiqasdlar Amerikada siyosatga qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu bir hozir medialar bas-basda talashyapti. Bu bir siyosiy suiqasdmi, ya'ni siyosiy suiqasd nazariyalari nuqtasidan aytganda, yoki normal bir odamningki shaxsiy jinoyatimi degan so'zlar davomli munozara qilinyapti. O'sha haqida sizningki qarishingiz ne?
bilip baksan. Buldu. Amerika'nın tarixida endi prezidentga suiqasd qilish nihoyat ko'p bo'lgan. Masalan, biz bildigan Reagan prezident, Donald Reagan. 80'li yıllarda bu değil mi? İkinci sayılımda bir suikastı uçurdu. Qasd uçurdu. Ak Saray'ın yendi bir yerde. Keyin o adam sakaldı. Onun aldığıkisi en meşhur biz hemmimiz bildiğini birisi Kennedy. Prezident Kennedy. John F. Kennedy. Kennedy'ni qasd uçurgan, ha? Kennedy qasd uçurdu. Hazırki Amerika'nın Dallas şehrinde hem de onu hazırgıça beklegendek iniq emas. Bazılar komünistler qasdlagandaydi. O'q chiqargan bir Oswaldo degan bir shaxs. Anlamında komünizm nemisiga qiziqadigan odamki. Onun oldida Lincoln prezident qasd uçurgan. Lincoln. Lincoln. Onundan başka yana bir Cleveland degan yana bir prezident var. O mu qasd uçurgan. Mening bildiğim şu ama belki yana bir kişi bağlışı mümkün. Ben bir Reagan bilen Kennedy'ni bildikken ben başkasını Lincoln'u qasd uçurgan deb o'ylamaytdim ben. Ya o mu qasd uçurgan. Teatr ko'rib atgan vaqtida teatrxonaning ichidagi o'rniga kelib etib o'ltirib atgan. Amerika tarixi haqida o'qimasam bo'lmabdi. Şununla mana degan vaqtida bu doim davomlashib kelgan. Hem de yakın bir neçə yılda bu xil zo'ravonlik şu iki tarafning saylamning ko'z qarashining keskinlashishiga ergishib bu jihatdagi zo'ravonlik ishyapti. Hem de faqat o qasdlashlar emas. Masalan, bu to'g'ri deyman, bir oldida bir Republican kongressmenni bir yerda bir urib atdi. Mushlash oldu, onu urib yaralandırış. Bunun aldıda FBI'nin qilganda bir shtatninki demokrat boshlig'ini, shtatninki governorsi, deymiz, valisi. Vali deymiz. Valini görevga kelib qochmoqchi bo'lgan bir plan tuzab, u qochib kelib uni mana deganda qo'lga oldi jinoyatchilarni, ular andashin görevga olmoqchi ekan. Shuning uchun umum jihatdan zo'ravonlik, siyosiy faoliyatdagi zo'ravonlik ishyapti. Buni hamda eng yuqori pallasi shu Trump kandidat Trump efendimga suiqasd qildi. Oldin 2 hafta bo'ldi bu deyman. Oldin qatnashdi. Hamda buningki suiqasd qiluvchining maqsadi nima? Biz hozir aniq bir nima degan olmaydi. Har xil ko'z qarashlar bor. Ba'zilar deydi Trump tarafining o qasddan qilgan deydi. Menimcha o qasddan qilgan onu kontrol qilmoq ters. Hamda o'q degan o menimcha millimetr o'tib ketibdi-ku uning qo'li bilan. Shu. O menimcha o bir suiqasd nazariyasi. Ba'zilar demokratlar qilgan deydi. Demokratlar qilgan bo'lsa-mu, u suiqasd nazari. Chunki bunda bir narsa uni maxfiy saqlab, mangu saqlab qilish nihoyat qiyin. Unda bir zo'ravonlik suiqasd qilsa, demokratlar tamamen tugaydi. Shuning uchun bu 2 yil qildiki, u yoqqa bu yoqqa atish xato. Hamda bu odamning nima maqsadi va Amerikada hamda har xil psixik jihatda ojiz odamlar bor. Tuyuqsiz bir odamga ushib qolsa, vangni itib yetadigan, qaslaydigan. Balkim prezident kandidat Trump'ninki ba'zi so'zlari unga yoqmagan bo'lishi mumkin. Reaganni otgan odam ben ko'rgan bir xabarda deyilishicha, uning muhabbati uni sen qo'qanjoq, ojiz debdi-ki, shuni men prezidentni suiqasd qilma degan o bir sabab bo'lishi mumkin. Demakchi bo'ldim, shundaqlarmi bor deb bu yerda. Men eng kuchli odamni o'ltirib o'zimning qo'rqmasligini isbotlaydi deydi. Shu. Shuningga hamda Amerikada har xil odamlar bor. Menimcha dunyoning hamma yerida bor bunday odamlar. Hamda Amerikada qurol osonroq bo'lganligidan birisi, yana birisi demak shu qo'g'dashninki mukammal bo'lmaganligidan. Hamda bu voqeaning ta'siri qanday bo'ldi desa, hamda aniq Trump'ga nihoyat bir qulaylik bir sharoit bo'ldi.
Trump'ın qo'llash nisbatini oshirdi shundoq endi. Qo'llash nisbatini oshirdi, qahramon bo'ladi. Ba'zi bironqi ayblashlarmi ozroq yepilib qoladi. Chunki bir odam suiqasdga uchragandan keyin Esdashlik bo'lgan gap. esdashlik narsasi eshib ketadi. Shuning bilan bu yerda ba'zi bir nimalarni, xatoliklarni yepib ketalaydi, kamchiliklarni. Shuning uchun saylamda hamda bir foydali omilga aylanadi. Ofat foydali omilga aylanganning bir tipik misolining birisi bo'lib qoladi. Qanchalik aylandi? Chunki bu xeyli burun hamda yana 11-oygacha mana deganda hozir 8, 9, 10 3 oy bor. 3 oygacha odamlarningki ruhiy dunyosi, kayfiyati hammasi o'zgaradi. Dunyoda yana nima voqealar yuz berdi biz bilmaymiz. Siyosatda 24 soat bek uzun vaqt deb gap bor. Shuningga o 11-oygacha yana nimalar o'zgardi, shuningga yana birim demak tas. Ama bununki bu saylamda bir muhim omil bo'lib bir o'zgartish xarakteri bor. Agar Trump rost o'q tegib o'lgan bo'lsa, ishki qilayotganlik chiqamdi sizcha? Menimcha chiqadi, ammo bak cho'ng bo'lib ketolmaydi. O vaqtida tizdan ma'lum darajada chiqadi. Qo'llaydigan bir turkum qo'llovchilar bor. Ular uchun Prezident Trump jannat tikadigan yetakchisi. Mana degan vaqtida xuddi ilqi bizningki bundan misol qilsam balkim ba'zilarning ko'ngli kelib ketadi. Sofizmda xo'jalari bor. Xo'jalarni qilsa motam tutib shuni qilganga o'xshash ular qalaymiqan chiqarish mumkin. Ammo lekin davlatni ishga urishda akrammaydi. Qo'nchilik darajaga bo'lmaydi. O vaqtida Republikanlarning ichida bir turkum Trump'ni yaxshi ko'rmaydigan, ammo shu qo'llig'ichilardan orilib qolmayli deb zo'rlab Trump'ga xushomad qilayotganlar omad keldi deb shu zaman siyosat degan shu. Omad bizga keldi deydi. Shu zaman yoki Nikki Haley'ni chiqaradi yoki boshqa birisini chiqaradi. Shuning bilan saylamda texmi mukammal ustolish ehtimoli cho'ng bo'lib qoladi. Yoshdan birisini chiqara olsa. Shuning uchun mencha o'ninki agar shu tarafiga mangmig'ini yaxshi bo'ldi, kichik doirada qalaymiqan chiqsimi, qalaymiqan. Shuning menimcha unda bu qolgan holatimi cho'ng narsa bo'lmaydi. Unda qolsam Biden chekinamdi sizningcha? Mencha chekinmaydi. Kesib aytalayman, chekinmaydi. Chekinish ehtimoli nihoyat tuvan. Biden o'zining deganida hamda agar bir kasal yoki salomat tekshirish jarayonida boshqa bilim chiqib qolsa, balkim amalikin menimcha chekinmaydi. Chunki hozirgi vaqtda chekinish demokratni qo'llaydiganlarning ichida hamda aql bilan qo'llaydiganlarning ichida jiqaroq demokratlarning ichida Bidenni qo'llaydiganlar, aql bilan qo'llaydiganlar, albatta ularning o'zining hamma odamning o'ziga kuchli ko'z qarashi bo'ldi. Bu odamlarni gangirtib qo'ydi. Chunki yana bir odam chiqib bir necha oy qolgan vaqtida hamda kelar haftada kelar oyda demokratlarni partiya rasmiy uqtirish chiqardi. Agar shu vaqtida o'zgarish uningdan burun bo'lolmasa bo'lmaydi. Shuning uchun shaxsan mening ko'z qarashimda o'zgartmaydi, chekinmaydi. Bundaq surishimdagi sabab ko'ruvchilarga ozroq tushuncha berildi. Oldin qatim 2 hafta burun Biden bilan Trump mamlakatlik munozara olib bordi. Bu munozarada Bidenning ifodasi nachar bo'ldi. Shundan keyin nurg'ulg'an medialarda demokratlarni qo'llaydigan kishilar, mutaxassislar va ba'zi siyosiylar hatto sobiq prezident Obamagacha Bidenning nomzodligini qayta o'ylash haqida, uni vaqtida chekindirish haqida nasihat qilganligi va bu haqda tavsiyalarni sunganligi haqidagi xabarlar chiqdi. Shunga o'tgan bir haftadan buyon Biden chekinishi mumkin, demokratlar Bidenni chekindirishi mumkin degan gaplar bo'layotgan. Shunga ilishayotgandan o'sha haqdagi qarashini so'rayapman. Bu yerda qistirsam gapingiz tugagan bo'lsa,
Yana bir mesele var. Mesela Biden çekinse kim var degan demokratlar hem de hazır demokratlarning ichida eng ko'z ko'rinayotgani Kaliforniya shtatininki shtat boshlig'i Newsom degan odam. Ama u odam oldin ketim Xitoyga borgan vaqtida Xi Jinpingga shunda qo'shomad ketdi. Shuning uchun mana degan vaqtida zo'r bir turkumdagi demokratlarning ichida Xitoyga o'shlarga Xitoyni hozir dushman deb qarayotgan bu odamlarga uni qabul qilolmaydi. U eng balkim eng yaxshi kandidat bo'lishi mumkin agar Biden chiqib ketsa. Ular demokratlarni o'ylaydigan birinchi nomzod. Kamala Harris ya Trump'a ya teng kelalaydi, yana bir ishki ko'rishlar bor. Oldin ketimiz ko'rdik. Mesela oldin saylamda Hillary xonim bil tushgan vaqtida Hillary xonim kendi o'zi dedi. Mening nuramga kelib, kaynimda turib olsa bir xil tahdid his qildim deydi. Kamala Harris uni shu jihatlarni qila olamdi biz bilmaymiz. Ammo Bidenninki hozir afzalligi bu demokratlarga ko'ztalaydigan yeri, masalan NATO'ni birlikka keltirish, NATO'ni Osiyoga akilish, Xitoyninki masalan Xi Jinpingni nukchak dedi bir qitim, diktator dedi bir qitim, yana bir qitimda Xi Jinpingda demokratiya deganning hujayrisi yo'q bir inson dedi. Demak, bunda nimalar yanala ko'rinib turgan 4 yildagi uning natijalari bor. Bularni endi ko'ralaydi haq. Shuning uchun agar bu odam tursa, buni dedim ki Trump'ni yaxshi ko'rmaganlar bo'ldi bo'shanga barvaqtda beriydi. Manda afzalligi bor. Endi yana bir yengisi chiqsa, unchalik o'zining natijasini ko'rsatmaydi. Uningki kamchiliklari jiq chiqish ehtimoli nihoyat cho'ng. Hem yeni bilgen Amerika'da ben Amerika tarixini pek yaxshi bilmayman. Lekin mening bilginimcha endi Amerikadan vazifa o'tayotgan prezidentninki agar ikkinchi ehtimoli yuqori. İkinci qatim saylamga qatnashish niyatilan bo'lsa, hem utib chiqish ehtimolligi yuqori, hem partiyasininki mi boshqalarni o'ylashmaydigan bir tarafi bor deb bilaman. Shuni bir qatim utgandan keyin shu yana bo'ladi debchi. Ama bu adamning qerib qolganligi rost. Nayt qerib ketganligi o aniqlar. Meniki 4-cü sualim bu şu. Nimishqa Amerika bu ikki qeri nomzodga qolib qoladi. Bir tarafda qarasak radikal Trump, yana bir tarafda qarasak nayt yashinib ketgan Biden. Bu Amerika'dan o'ttir yosh yoki yoshlarning siyosiy sahada chiqish fursati shu qadar tuvanmi yoki bu Amerika saylovchilarininki bu ikki kishiga bilet tashlashga majbur bo'lishi nimadan? Nimadan deganda bu yana o'xshash avay biz degan sistemga munosabatlik, ideologiyaga munosabatlik. Trump bo'lsa sirtdan kirgan bir kishi va siyosiy sahnaga. U burun siyosiy sahnada yo'q edi. Bu bir Sodiga bu kirdi. Hamma sistemni buzalaydigan darajada Amerikaninki buzib mingyapti. Buzib mingyapti. Masalan, og'ziga kelganini so'zlash, buningda burun hamda saylamlarda qanchalik ko'p ketsinmi? Masalan, bir narsa. Misol keltirsak, Obama prezident bo'lishning oldida o'lib ketgan Cumhuriyetçilarninki John McCain bilan tushgan saylamda. Tushib, shu yerda bir oq ayol John McCainning bir saylimida oq ayol bir oq mo'mayandi. Oq tanlik ayol. Oq tanlik ayol. Bir John McCain'dan savol so'rayman deydi. Men ma'qul gapingizni qiling deb mikrofonni bersa, Obama musulmonga o o'zi yoshirin qilib Amerikaga prezident bo'lsa, o bizni musulmon qildi, u bu deganda gap qiladi. Qilgandan keyin John McCain mikrofonni qo'liga olib, "Xonim" dedi. Unda dema, siz xato so'zlayapsiz. Men bilaman, Obama musulmon emas, u bir xristian,
o bir yaxshi inson, o Amerika uchun xizmat qilmadiydi, menga o'xshash deydi. Sizning ko'z qarashingizni men qabul qilolmayman deb rad qo'ydi. Ammo hozirgi saylamda Unda iş yok. unda ish yo'q. Obama musulmon desa, shu musulmon u azaldan shu buzdi ishni eng boshda deb buni davirdi. Dalta damdo haqil laqam qo'yamdi. Hamma nima ochiq bo'lyapti dedi. Endi masalan Trumpning og'zida. Bu Türkiye'den ögenge hoşaysızlar. balki Türkiye'de rakibini terörçü. hamma nimani deydi. Hemen deydi o. Bu Trump sirtdan kirdi. Sirtdan kirib bu yerda Amerikada zo'r darajada Amerikaning bu sistemasi masalan bo'libmi butun dunyoviylashishni boshlangandan keyin bir turkum burun ig'ir san'at taraqqiy qilgan Amerikadagi shaharlar, Amerikadagi o'lkalar, shtatlar. Bu yerda oq tanliklarning mutlaq ko'p soni, qora tanliklarning mutlaq ko'p soni shu yerda yashaydi. Ko'chmanlar bak oz. Bu rayondagi odamlar şu 70-yillardan boshlangan ig'ir san'at Osiyoga yetkilish ubuning tufaylidan ishsiz qoldi, namratlashmandi. Bugungi kunga kelgan vaqtida ular bir necha 10 yilning o'zi hukumatga qarab baxtdi. Ammo hukumat bularni unutib qoldi. Trump kelib shularning ko'ngliga yaraydigan bularni rozi qiladigan va'dalarni beryapti. Endi uning qanchaligi amalga oshdi, hech kim bilmaydi. 4 yilda uning hech qaysini amalga oshirolmadi oldingi qatimsida. Ham yan 4 yilda qanchalik amaliylashalaydi bilmaymiz. Ammo qolganlarimi hech qaysini amalga oshirolmadi. Shuning uchun Trumpning amma sirtdan kirib bu sistemni buzadigan yerlarni qilganligi uchun o odamlarningki ko'nglidagini nəhayət mənfət təqmisimi köngülünü xoş qıldı. Çünki bular çın durdu, aşın qollaydı. Endi bu sirtin kirganligi uchun bu aymu hazır qahramonga aylandi. Endi Biden nima desa, Biden establishment deydi İngilizce. Sisteminin içinden çıkmadı. Sisteminin içinden çıkan. Bu sistemni nəhayət ustalık olan ügünlüb şu sistemin içinde uyaqdan bu yoqqa yurib, eng yuqorigacha yetgan bir adam. Shuning uchun sistemdagilar bu odamni eng aqlli deb qaraydi, eng tajribali deydi. Haqiqatan bir mana deganda siyosiy jihatdagi bir qeyri Turkiya desak bo'ladi. Mayaq Xi Jinpingni ko'rish bo'lib, oyoq chiqiblar bu diktator dalalaydi. Demak, bu yerda bu ikkilisi birisi sistemning sirtidan buzib kirgan bo'lsa, birisi sistemning ichidan foydalanib o'sib chiqqan. Shuningga sistemni yaqinlaydigan ziyoli deymiz, u bo'lar hammasi maqerni yaxshi ko'rsa, o sistemni buzib kirganni yana bir turkumnikilar ular yaxshi ko'rdi. Shuning bilan hozirgi ahvol Amerika bu oydan qutulolmaydigan bir xil alaydi. Ham yoshlarga kelsa hamma odamning deydig'ini yoshlar tajribasi izlaydi. Bu biz Uyg'ur jamiyatida ko'rinayotgan bir masala. Yoshlar tashkilotining beshiga chiqsin desa, ugansin deydi. Ugansin deymiz. Ular uyg'unib bo'lguncha bizga o'xshash qeyri bo'lib bo'ladi. Kallimi bir xil shu yerga yetib boradi. Shuningda yoshlarga fursatni qeyrlab bermasa, o sahneni şu qeyrilar egallab oladiki, yoshlarga fursat mangu kelmaydi. Shuning bu insoniyatningki bir ko'rinishi desak, menimcha bak mubolliq bo'lmiz kerak. Turkiya qarasakmi shu qeyri, bizningki nima qeyri, bu hamiyati shu qeyrilarni qilyapti. Endi qayta qeyrilar, Xi Jinpingmi qeyri, 70 oshgan. Dünyanınki Putin mi qeyri hazır? O mu qeyri? Onun üstüge hazır yalakın tibbiy ilim terakki qilib insonlarningki uzun ömür ko'rish, sog'lomlik masalalari oson hal qilinadigan bo'lg'achqa yalakın qeyrilarningki texmi uzun yashash, texmi uzun yalakın sog'lom turish imkoniyati texmi ochdi-da.
bu xil ahvol yoshlarga nisbatan Xudoyim saqlasin. 100 yoshdagilar saylanib qolmasin. Shuning uchun insonlarning ömrünü uzun qilmay 80dan oshmaydigan, 90dan oshmaydigan shu paytda tabiatning bo'ysunsak eng yaxshi deb o'ylayman. Şu hozirlik ba'zi ilmiy fantaziyalik asarlarda yoki ba'zi kelgusida misharat beradigan ilmiy kitoblarda insonlarning yoshini 150lik 160larga chiqish odat ishlab qaralyapti-ku bundan keyingi bir necha 10 yil ichida. O chog'da texmi ishsizlik nisbati oshadi chunki ishni egilib olganlar Mesela o yaşlar nereden geldi o? Kimseye chiqilmaydi, yoshlar ish topolmaydi. Xo'sh. Shu siz degandek ashtaqa ahvolar. O cho'nglar yashanganlar o'zi tushmasa, ular 40-50 yil sarf qilib tikligan o nopuzni, o chambarakni yoshlar maktabni bitirib chiqiblar qancha iqtidorli bo'lsa buzolmaydi-da. Masalan, men boshda Nikki Haley xonimni shunda umidvor bilan kutgandim. Agar men bu ayolni yoqtiratdim. Bu ayol chiqib qolgan bo'lsa, men %100 shu ayolga ovoz berardim-da. Ammo bu o'xshamadi, u yerdan chiqamadi, yoshlarga fursat chiqamadi. O ayol chiqqan bo'lsa, menimcha Biden balkim bu yer chekinadi o'shunda ahvolda. Ya bo'lmasa boshqa birisini chiqarib faqat, ammo u ayol yengilish ehtimoli bak cho'ng. O ayol bek tecrübelikte hem diplomatiya sohasida uzun yil ishlagan BDT'da vakil bo'lgan ayoldir. Bu ayolga mening alayda bir nemam bor yeri deb beray biz Uyg'urlar bilan munosabatlik. Dolqin Isoni biz qurultayning raisimizni New Yorkdagi BDTning yig'iniga taklif qilgan. Shu vaqtda kelgan vaqtida Xitoyningki BDTning bir muavin bosh kotibi bu Dolqin Iso terrorist deb kirib bo'lgan Dolqinni teshib chiqarib yetdi New Yorkda. Chiqarib atgandan keyin shuni olay shu vaqtida Nikki Haley xonim Amerikaning BDT'dagi bosh vakili. Nikki Haley xonim Dolqin Isoni qishqirib ketmaysa turg'un men cho'qim seni mashining ichiga akirib qatnashtirma deb 2 kunmi yetishib oxircha akir dedi Dolqin Iso. Mana degan vaqtida bizning bir vakilimizni BDT'ning ichiga Xitoy bilan ichib turib akirdi. Shuningda agar u xonim bo'lgan bo'lsa ben bu o ayollar şu ko'zimga ko'ringan vaqtda shu BDT'da Uyg'urlarni himoya qilib so'zlagan vaqtda. Shundan tortib chiroyli ko'rinadi ko'zimga. Xo'sh. Onaqdan eğer Biden chekinmasa, Trump davomli ilgarilab mansa, sizce kimning o'tib chiqish ehtimolligi yuqori, kim o'tadi? Bu bek tas bir 3 oy bo'lgandan keyin. 3 oy bo'lgandan keyin javob bermek bek tas. Hozir menimcha 2 yilning o'tib chiqish ehtimoli bor. 2 yil taraf hozir butun safarbar qilyapti. Qo'llaydiganlarni. Burun hamda o'ttirdagi bir turkum odamlar bordi, menga o'xshash. U partiyaga emas, bu partiyaga emas, so'zlarga qarab, shularning siyosatiga qarab ovoz beradigan bu san yo'g'anti. Shuninga har qitim saylamda eng oxirsida hal qilish belgilik hal qilish omil shu o'ttirdagi kuzatayotganlardi. Türkçe'de aqliy saylovchi deydi alaqi. Bunda dansab ko'rib turib, shu oxirgi minutda bu turkumliklar oxirgi minutdami o'zininki ko'z qarashini o'zgartira oladi. Ammo hozir bu turkumliklar ozib mangdi. Ikki taraf nihoyatda aniq bo'lyapti. Shuning uchun bu hal qilg'ish omilmi ojizlayapti. Shuningda oxirgi minutda o'zgara oladigan nihoyatda xatar. Hamda prezident kandidat Trump'ning nihoyatda kuchli omillar bor, saylanib qolish ehtimoliga suiqasdi va demokratlarningki ba'zi bir siyosatlardagi mujmallik, ba'zi bir siyosatlardagi xatoliklardan. Hamda hozir prezident Joe Bidenga qarasak, bu tarafning saylanib qolish ehtimoli cho'q. Birsi
huquqdagi prezident doim har holda ko'pincha vaqtlarda saylanib ikkinchi termga o'talaydi, ikkinchi qarorga. Shuning uchun saylanib qilish ehtimoli. Uningki yana birisi hozir demokratlarni butun safarbar qilyapti. Masalan, Trumpning har xil so'zlarini mana o'yniq deyapti. Masalan, ba'zilar deysizlar Xitoyga o'ch deysizlar, ammo to'xtamay Xitoyni maqtaydi, diktatorni maqtaydi, Kim Jong Ilni maqtaydi. Shuningga garchi ba'zilar qo'pib u deb qo'ygan gap degan bilan bu chiqqan vaqtda shuni qiladi. Masalan, yaqindagi Tayvan masalasida prezident Trumpning degani Tayvan bizning xizmatimizni yeb ketdi, o'ziga pul to'lash kerak, bizni qo'g'dishsin desa, ha dedi. Ba'zilar uni tarjima qilib Ukrainaga qilayotgan yordam to'xtatma dedi. Masalan, hamda shaxsan mening ko'z qarashimda Amerika pul emas, haqqoniyat uchun turish kerak. Agar Amerika haqqoniyat uchun turamasa, mayli u og'zidagi bo'lsin, mayli nim bo'lsin, kishilik huquq hammasi haqqoniyat. Buni pul bilan hisoblag'ini olmaydi. Tayvanni qo'g'dash to'g'ri. Uni pul bilan qilgan ishi bo'lsa, Xitoy qila oladi hozircha. Shu Xitoy texnik agar Tayvanga pul bersa, qo'g'daymiz desak, agar Xitoy uningdan jiq pul bersa qana qilamiz? Shu masala pul bilan oldigan ish bo'lsa, shu. Shunda bu yerda bu masala bor. Ikkinchisi, masalan, agar Ukrainaga berilgan yordam to'xtatib olsa, aniqlab Rus Ukrainani ib ketalaydi. Ukraina o'zining kuchiga tayanib qo'g'day olmaydi. Yevropaninki hozir texnik butunlay tayyor bo'lib bo'lanmadi. Masalan, Trump prezidentniki kandidatning yana bir da'vatini NATOni ya pul to'laysa, ya bo'lmasa bo'ldi qilmaydi. Agar NATO bo'ldi qilinsa, Xitoy kuchlanib ketadi, Rus kuchlanib ketadi, Yevropaga tahdid bo'ldi, Tayvanga tahdid bo'ldi. Albatta biz Xudoga ishonamiz, Xudoyim unda zolimni doim mang'uzmaydi, lekin Xudoning haqqoniyati yakkicha zolimlar qirg'inchilikni ib boraverdi. So'g'ashtirdi. Shuning uchun hozir demokratlarmi prezident kandidatninki bu so'zlardan foydalanib va stili jihatdagi, boshqa jihatdagi xatoliklardan foydalanib bu odamni salbiy ko'rsatyapti. Shuning uchun oxirgi vaqtida ham saylovning natijasi qanday bo'ladi? Demak, qiyin. Shuning ish kelishining ehtimoli bor deymi. Bu bironkidek yilqi bir taraf ojiz, bir taraf kuchli emas. Bular ketin ikkili taraf o'xshash kuchli. Shuning uchun shu 11-oyninki Trumpninki oldidagi qonuniy to'salg'i tugdimi hozir? Qonun to'salg'i tugdi. Hele uni deyishayli. Sizdan shu bir savol abay deyishgan bo'yicha bir savol bor. Men shuni qatib javob bersam bo'ldi. Bo'ldi. Trump utib chiqsa Amerikaning demokratiyasiga qanday ta'sir ko'rsatadi degan savol ekan. Amerikaning demokratiyasiga menimcha naqd shu savol shundan keldi. Demokratiyasiga xeyli cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Balkim Trump birinchi diktator bo'lolmasligi mumkin, ammo diktatorga yo'l ichilib qolish ehtimoli cho'ng bo'ladi. Bu yerda Amerikaning ikki qonuni yaqinda Oliy sudninki ikki hukmi nihoyatda cho'ng prezidentning huquqiga bir yo'l ichadi. Birsi masalan, Trump efendim uyiga prezidentlikdan qolgan vaqtida davlatning eng yuqori maxfiyatlik hujjatlarini uyiga ketgan. Ko'ndirib ketgan. Uyiga ketgan. Buni Amerika hukumati arz qilgan sudga. Buni hamda shu maxfiy hujjatlarni uyiga ketganligidan. Bu Amerikaning qonunida aniq. Maxfiy hujjatni uyiga ketgani bo'lmaydi. Ishxonada ko'rdi. O jinoyatmi? O jinoyat. Agar men maxfiy emas, shu idorada ishlayotgan yerimninki ishxonadan chiqishga bo'lmaydi degan hujjatlar bor masalan, ishki hujjatlar. Shuni men aytsam, shuningmi meni jazolay oladi, hatto xatolaydi. Agar maxfiyni aytsam, kam 7 yil turmada yetishim lozim. Agar arz qilsa, maxfiyni aytsam. Shuning uchun bu yerda
Mandal degan vaqtida abaqi baştiki ikkimizningki siz so'rgan ideologiyadagi agar biz insonning aqli bilan biz idora qila olamiz desak, qonunning oldida hammadan barobar. Prezidentdan barobar. Shuning uchun bu qonun xilof qilgan vaqtida uni qonunga torta olishimiz lozim. Ama hozir Amerikaningki shkaptining oldida deyman, Amerika hukumatiningki maxfiy hujjatni uyiga ketgan jinoyati bilan qilingan arzini bu prezidentninki alayda huquqiy deb amaldan qoldiryapti. Sud rad qildi. Sud rad qildi. Ammo endi ustiga yuqori sudga arz qilamiz deydi, ammo u yana 4-5 yil ketadi u Amerikada. Birinchisi bu. Endi demak, prezident bo'lgan odam hozir endi Joe Biden bu uyga akasi bo'ladi. Ballar akasi bo'ladi. Namal degan vaqtida bu ko'sim bo'ladi deganlik gap. Uyga olib xotin ballari bilan bu yerda davlatdagi ichki ideologiya to'qinishiningki, xalqningki qutuplashishiningki, adliya sistemasiga chachirganligini ko'ra oladi ekanmiz. Shu tarafi bor. Endi so'chilar haqiqiy hisobda inson bo'lgandan keyin asli ideologiya qarash bo'ladi. İnsan bo'ldi, ko'z qarash bo'ldi. Ideologiya bu hukm qilish qonunga xilof, lekin ammo masalalarni baholagan vaqtda yana shu ideologiya ko'z qarash ta'sir ko'rsatadi. Chunki o qonunni ishiltadigan, uni amaliylashtiradigan yanili insonda, va har bir insonning ko'z qarashi o'xshamagandan keyin shu o'z ko'z qarashi bilan, o'z saviyasi bilan uni İngilizce interpretation deydi, yoki Uyg'urcha tarjim qildi desak bo'ladimi? Tafsir qildi desak balki. Tafsir qilish, sharhlash. Tafsiri sharhlaydi. Endi bu birinchi sud. İkincisi Oliy sudda bo'ldi. Oliy sudga chiqqan prezident o'zining huquqini ijro qilayotgan vaqtdagi xatolikni surishtirgani bo'lamdi degan vaqtida Oliy sudningki ko'p sonliq bilan asosan Cumhuriyetçi sotçılar, demokratçı sotçılar ko'p son bo'lgandan keyin bularning hukmida prezidentlik huquqini yurgizayotgan vaqtidagi har qanday qilmishi surishtir qilinmaydi dedi. Bu mana degan vaqtida endi hozir agar Biden qilma desa, masalan, adliya ministriga buyruq tushirib, Trumpni turmaga solanglar, falan jinoyati bilan desa, uni og'dirvatga, o tushib ketgan holatimi uning jinoyati surishtirilmaydi. Bo'libmi adliyaga bo'lgan yeri ashaga bir yo'l qo'yibdi. Masalan, adliya ministrligiga prezidentning buyrug'i unumli degandek bir mujmal yeri bor. Uningga hatto bir Cumhuriyetçi sotchimi uningga azroq norozilik bildiribdi. Bu azroq ishib ketdi deydi. Endi bu yerda bu ishki huquq bilan mana degan vaqtida ishki huquq bilan oldin ketim masalan prezident Trump dedi oldingi saylamda saylam yolg'on bo'ldi, demokratlar oldi dedi, yolg'on saylam qildi dedi. Sotlarga arz qildi, ammo sotlardan o sotlarda Cumhuriyetçimi bor, demokrat sotchilar bor, ammo lekin hamma sotda ustadi. Birsini yengolmadi. Onundan keyin Arizona'ningki xatolashmasam Fulton County deb bir nahiyada shuning yolg'onchilik bor deb 3 qatim qayta sanadi. Azroq xatolik bor, ammo u yilgi prezidentning saylamni o'zgartira oladigan darajada hech qanday xatolik yo'q. Demak, prezident Trump o'zimi garchi hozirgacha og'zida o saylangan bilan Oqsaroyni bekorlab qaytadan endi saylamga yana Cumhuriyetçilarmi mayli parlament bo'lsin hammasida hozirgacha yolg'on deyotganlar bor, ammo shularmi o'zi saylangan. Chunki prezident bilan birga bir turkum parlamentning mayli senatning bo'lsin mayli Avom palatasining o'xshash saylanadi. O Trump'ning saylamini yolg'on deydi, o'zi saylangan vakilligini rost deydi. Bu mana qiziq yeri bor-da endi. Turkiyada başlaq bo'lgan 2019 İstanbul yerlik saylamda
Ha. Şu vaqtda AK Partiye şehir başlıkındaki sayılışını kanun kılab dedi ama şu sayılamdaki milletvekillerinin sayılışını şehirlik parlamentinin sayılımına onu uygun dedi. Çünkü şehirlik parlamentte köpsallıkla ilgiligen. O doğru. Şehir başlık sayılımında turib etkenlik için onun da saxtılık var deb şundaq bir komediyalik logiksiz bir ahvalga tushib qolgan. Mavmu şunun o'xshab. Şunun o'xshaydi. Endi bu yerda o demokratiyaga ta'sir ko'rsatiladi deganga qaytib kelsak, endi bu yerda yana bir xil o berilgan Oliy sudninki hukmi bo'yicha agar buda qitim Prezident Trump saylanib kelib, agar yana bir qitim saylanib tushma desa, o vaqtda prezidentlik huquqi bilan belgili qonun chiqarib qolsa, uni jinoyatni surishtirgan olmaydi. Mana degan vaqtida bu yerda burun Amerikaninki prezidentining ma'lum darajada huquqini azaldan surishtirib boqmagan endi. Masalan, Amerikaninki asos qonuni bo'yicha urush jang e'lon qilish uchun bir davlatga oldi bilan parlamentning tasdig'ini olish. Ammo lekin jiddiy ahvol deb masalan Iroqqa, Suriyaga bir necha davlatga kirgan vaqtida oldida prezident urushini boshlab yetib, undan keyin bir parlamentga uqtirib qo'ydi. Amal yo'q. Maxfiyatni saqlashimiz lozim. Shuning uchun dedi. Ammo uni surishtirib boqmadi. Chunki bu ko'pincha ahvolda tashqi siyosat bilan munosabat bo'lganiki amerikaliklar nima qilsang qilmamsa chet elda qilsang xatar yo'q. Amerikaning ishini qilmasang bo'ldi dedi. Ammo buda ketim mavu keskin ahvolda mayli Joe Biden, mayli prezident Trump hozir ashu tushuntirishni, shar'iylashini Oliy sudning, yuqori sudning shuningdan foydalanib saylamni aql surib o'tish yoki o'ziga raqobat bo'lgan kishini bir jinoyat bilan Adliya ministrligiga buyruq tushirib, jinoyatini top desa, balkim topqin bo'lishi mumkin. Hozir Biden prezident bo'lgandan keyin zaten sotchigan siz degan huquqni men ishlasam bo'lamdi hozir degandek. Shuda, aslida yeriga keldi. Shuning uchun endi bu yerda demokratiya degan inglizcha gentlemanninki bir qiladigan ishi. Demokratiya degan. Gentleman degani oliyjanob insonlarninki bir-birisiga yo'l qo'yishi bilan demokratiya ma'noda. Masalan, Hitler saylanib chiqqan vaqtida agar shu vaqtida boshqalarga o'xshash qoidaga bo'ysunib mangan bo'lsa, u diktatorlikni yurgizolmaydi. Ammo qadam-qadam qarshi taraflarni cheklab mangdi. Eng oxirisiga kelgan vaqtida Hitlerninkini agar tarixni ozroq o'qisa, parlamenti Germaniyaning o't ketdi, uning bir gollandiyalik kommunist o't qo'ygan bo'ldi. Shuni ular prezidentdan ruxsat so'raydi Hitler. Endi o Germaniya shu vaqtida prezidentning huquqi boshqalarning cho'ngaroq bosh ministerdan ruxsat so'rab, men alohida ahvol qonuniy ijro qilaman deganda Hindenburg bu yerda ma'qul deydi, ruxsatni berdi. Shuni bilan Hitler alohida qonun yurgizib, shu qonun orqali o'qitish partiyalarni hammani amaldan qoldirib yetdi. Endi qaytib kelsak Amerikaning ahvoliga. Favqulodda Trump prezidentligiga saylandi. Tuyuqsiz Amerikaning yana bir yerida xuddi 2001-yildagi 11-sentyabrda bir voqea yuz berdi. Bunda bo'lgan vaqtida Amerika prezident qo'pib, Amerika hozir jiddiy ahvolda, kim bu siyosatga qarshi tursa shuni solaymiz degan qonundan birini chiqarib, demokratlar ba'zi bir masalan, hamda ashunda bo'lgan vaqtda musulmonlarni hamma lagerga solanglar. Agar musulmon bo'lib qolamiz desa, uning demokratlar qarshi chiqsa, demokratlarning solash huquqi bor bo'ladi. U vaqtda solsa, bu demokratiyaninki ajizlab manganning tipik bir misoli bo'ladi. Shunda ma'noda diktatorlar bir qadamdilar, hamma nimani amalga oshirolmaydi, ammo bu yo'l qadam-qadam ichiladi. Endi mayli uni Trump qilsin yoki endi Bidenmi yan bir qitim saylanib qolsa, aynib kelib bu jumhuriyatchilarni yig'ishtiray desa, uning bir yo'li ichilib qoladi. Shuning uchun
Hozir hamda Amerikada shunaqa ba'zi Amerikaning danglik mashhur bo'lgan analizchilarningki birisining maqolasini tunugun o'qidim. Amerika imperializmga qarab mangdi deydi. Masalan, ben kasbiy tarixchi emas, ama tarixga bak qiziqaman. Bo'libmi g'arbninki. Rum imperiyasi eng dastlab podshohlik. Podshoni og'dirib etib, undan keyin jumuriyat bo'ladi. Jumuriyat bo'lgan vaqtida har qatimda 3 odamni saylab chiqadi. 3 bir-birisini balans qilib, tekshirib turib, boshqaradi, saylanadi. 3 yilda bir saylanadi. Biz hozir degan garajdan, san'at degan hammasi shu Rum jumuriyatining kelgan. Oxirsida biz Qaysar deymiz, Caesar. Julius Caesar. Shuning davri kelgan vaqtida u odam o'zini mangulik diktator. Diktator deganmi Rum latincha so'z. Shuningdan kelgan. O'zini mangulik diktator deb harbiy askari bilan Rumni besib kirib, san'atni ma'qul degizib, o'zini mangulik diktator saylatdi. Saylatgandan keyin uningdan keyin u odamni qaslab o'ltirib o'lishi bilan beqib olgan o'g'li Augusto. U uningdan keyin rasmiy imperator deb o'zini e'lon qiladi. Uningdan keyin Cumhuriyet imperiyaga aylanadi. Uningdan keyin keyinda yana bir 200 yilmi, 300 yildan keyin ayarlashadi. Undaqda sizga to'la. Shuningda hamda bu qonunga o'zgartish kirgizish hamda shu vaqtida Romninkidimi Julius Caesar bir qadamdala o meni diktator mangulikda saylanglar, ömür diktator demaydi. Oldida maningga saylaysizlar deydi. Ash 3-ning birisi bo'ladi. Undan keyin menga huquq beringlar, harbiy huquq deydi. Harbiy huquqni berdi. Uni olgandan keyin undan keyin qadam-qadam oxirsida harbiyni boshlab kirib Romga aslida qoida bo'yicha Rum imperiya jumuriyatining vaqtida Romga askar boshlab kirganni qo'lga olish. Ammo Julius Caesar askarni boshlab kirib mangulik qildi. Shuninga qonunda bir yo'chuq ichilgandan keyin hammadan oliyjanob emas. Huquqninki mari night issiq. Issiq narsa to'g'ri. Mari. Huquqqa kirdi. Uni davomlashtirishni hammadan xohlaydi, berish nihoyatda tas keladi. Shuninga Amerikani qurg'uvchilar qadamma-qadam sistemni kuchaytgan. Sistem zo'r bo'lsa, u shunda diktator bo'lamdi, boshqa havasi bo'lamdi. Shularni to'siyalaydi. Bu yerda men bir savol qistirmoqchi shuningda. Amerikaning siyosiy tuzumi qanchalik mustahkam? Ya'ni siz degandek hozirgi yuqori sotninki hukumi, undan keyin Trump Biden o'tirishidagi surkilish, jamiyatga qutblish qatorliqlar Amerika demokratiyasini ma'lum darajada ziyonga uchratyapti dedik. Ularda Amerikaningki demokratik sistemasi, siyosiy tuzilmasi buningga bardoshlik bera olamdi. Tarixda shunday ahvollarga uchrab, buni atlab o'tgan o'rnaklar bormi? Menimcha xeyli mukammal deb qarayman. Chunki har qanday diktator eng oxirisi bir hokimiyatni mayli demokratiya saylanib chiqqan Hitler bo'lsin yoki Julius Caesar bo'lsin, Rum imperiyasining davridagi hammasi oldi bilan harbiy kuchi cho'qim mutlaq sadoqatlikni ola olishi lozim. Hozirgacha Amerikaningki armiyasi mana degan vaqtida armiya desak Amerikada quruqlik askarlar ko'rsatadi, military deydi ekan. Askar kuchi. Bizga nisbatan armiya desak bo'ldi. Amerikaningki armiyasi hozirgacha yana ko'p sondagilari o'ttirda bo'libmi armiyaning hokimiyatga aralashmaslik, uning vazifasi faqat nemini qo'llash degan bu ko'z qarash nihoyatda ching. Bo'libmi yuqori darajalik ofitserlarning ichida bu ideologiyasi texi tavranmadi. Demakchi bo'lganim, siz nihoyatda nozik bir narsani dedingiz. Masalan, adliya sistemasi aslida siyosatdan mustaqil bo'lishi kerak. Ammo adliya sistemasiga hozir azroq siyosat kirdi. Kiryapti siyosat. Armiyaga texi butunlay to'van darajada kirdi. Ammo yuqori daraja ofitser kuchlarining ichida
kirib olanmadı. Şunun için bu birisi. İkincisi Amerika'daki sistemni mang'uzidigan. Ben hükümetin okşamagan idarelarda işlep baktım bir neticede. Amerika'nın mesela 4 yılda bir saylanıdı. Saylangandan keyin prezident her bir ministerlikning başlığını bekitdi. O adam kelib az deganda 1 yil ketdi o ministerlikninki hamma nemsini tushunib bo'lsa. Onundan keyin o'zining adamlarini yuqori darajalik qo'ya oladi, ammo u hammani almashtirolmaydi. Bu yerda ishni kundulik ishni mang'uzadigan, manga o'xshash zo'r bir turkum askarlar bor. Ish qilamiz. Bürokratlar. Bürokratlar masalanda hamdi. Ularni saylan bilan almashilmaydi. Bu odamlar odatda muqimlikni xohlaydi. Yana Trump efendimning degini shuni tozlayman deydi. Zo'r bir turkum hukumat xizmatchilarini hammani yo'lga solaman deydi. Bürokratlar, teyyataplarni. Teyyataplarni deydi. Chunki bular asonlikcha ideologiya bilan lingishib ikki tarafga qaramaydi. Ko'pinchisi ikki partiyaning emas, bular ish qildigan odamlar, shu o'tirib turib, oxirgi kelgan vaqtida saylamda qaysi o'ziga bunda manfaat jihatdan hammadan desa, bularning qiladi. Shuning uchun bu yerda bu sistem o kadar ideologiyasi singib o yerlarga butunlay berib bo'lolmadi. Shuning uchun men agar Amerika'da askerler saylamda bilet kullanılamdı, kullanılmadı. Qo'llandi. Kullanıldı. Bilet berdi, ovoz bera oladi. Ovoz berdi, ammo askar davlatninki. O hech qanday partiyaning emas, shaxsiga qasam bermaydi. Masalan, Trump prezident vaqtida ikki narsani o'ylashib ketibdi ekan. Birisi Rossga o'xshash, Xitoyga o'xshash yoki Koreyaga o'xshash davlat bayram kuni harbiy manevr askarlarni tizilib shu parad o'tkazish, ammo uni rad qildi. Amalga oshirolmadi. Ikkinchisi shu oxirgiroq kelgan vaqtida Washingtonda bir nechta cho'ng namoyish bo'ldi. Shu vaqtida harbiy kuchini chiqarib, bularni bir yig'ishtiray degan vaqtida Mudofaa ministrligi yo'q, Amerika askari sirtqi qaratgan ishga hech qanday qaloyimqonlikqa askar chiqarishga bo'lmaydi deb rad qildi. Prezident Trump vaqtida. Chunki shu vaqtida garchi Mudofaa ministri Trump efendim o'zi tayinlagan bo'lsa-mu, ular qanday uni rad qilib keldi. Shuningga hamda menda degan vaqtida agar Trumpni ba'zilar deydi, "Voy, diktator yurgizdi" deydi. Gerçi şunda ideologisi bo'lgan holatmi Amerikaning sistemasi hozir texi unda tizla o tarafga yo'l qo'yadigan darajada emas. Shuningga menimcha buzib ketolmaydi, ammo xeyli darajada zaxmi yetkazadi. Ufpirtidi hamda shunday qo'y. Ufpirtidi. O'zi ehtimolligi cho'ng. Bu xil ehtimoli bor. Undaqdan oxirgimi yaqinlab qoldik suhbatimizdan ki 1 soat bo'ldi. Biz ko'ngil bildigan tema davomli Amerika saylamidan keyingi Xitoy Amerika munosabati. Shunga bu qatimgi saylamning natijasi mayli Trump usun yoki Biden usun Xitoy Amerika munosabatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Çoğun taraftan ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Chunki parlamentninkida mayli jumuriyatchi bo'lsin, mayli demokratchilar bo'lsin, Xitoyga kelgan vaqtida hammasi tahdidlab bilish bu o'rtoqlish bo'ldi. Undan keyin Trump efendim qanchalik Xi Jinpingning maqtig'ini bilan o qo'l ostiga cho'qim akiradigan adamlarning ichida yana oldinqisiga qaraydigan bo'lsak, mayli Nikki Haley xonim bo'lsin, mayli Mike Pompeo efendim bo'lsin, mayli John Bolton bo'lsin, hammasi Xitoyni dushman deb qaraydiganlar. Shuningga menimcha, garchi bu odamlar buda kabinet kiramaydi, hammasi bilan dushmanlik bo'ldi. Bu ajoyib bir alayda bir ahvol.
özünün muavin prezidentinden tartib, ikki Oqsaroyning mudiri, bir tashqi ishlar ministri, ikki mudofaa ministri, hammasi buni qarshi chiqyapti-da endi. Bu alayda bir ahvol endi. Tarixda ko'rilib boqmagan, o'zining eng yaqin odamlarining hammasi qarshi tarafga o'tib ketishi bu bir mo'jiza prezident Trumpning yaratgan. Demak, bu yerda bir o'yga soladigan narsa bor. Hamma odam yeni dishligan odamlar hammasi o'ziga qarshi chiqqan bo'lsa, bu yerda demak bu odamningki bir chatoq bor degan gap. Bir chatoq bor degan gap. Ko'pincha odamlar qarshi chiqqandan keyin, demak bu yerda bir xizmat usulida yoki shaxsiyligida bir chatoq bor. Xo'sh. Uyg'urlarga. Shuning uchun Endi mayli Uyg'urlarga qanday foydali Xitoy bilan bo'lgan munosabat meningcha hozirgi mushu bo'yicha bangidi. Endi agar prezident Trump chiqib qolsa, balkim shaxsiy Xi Jinping bilan bo'lgan munosabati yaxshi bo'lib qolish ehtimoli cho'ng. Chunki Amerikaning sistemasida bo'libmi hozirgi abay yuqori sotning, ya'ni oliy sotning shariati bilan eng oxirisida qarorni chiqaradigan odam prezident. Mayli uni qo'l ostidagi odamlar qanchalik Xitoyga uch bo'lasin, agar Xi Jinping masalan bu daqiqatim alohida hol so'rab xat yozdi Xi Jinping Trumpga. O xatni yozganligidan ta'sirlanib ketganligini nima dedi prezident Trumpda? Endi Xi Jinpingga bo'lgan alohida bir muhabbati bor. Bu muhabbat endi yengib ketsa, balkim Xitoyga bo'lgan siyosatida ma'lum darajada yumshash yuz berishi ehtimoli cho'ng. Unda bo'lsa, Xitoy masalanga bu yerda Uyg'urlarga kelsak, Xitoyda Uyg'ur, Tibet, Mongol bu 3 avtonom rayon. Bu 3 avtonom rayonni Xitoy hisobida, Xi Jinpingning hisobida asosan hal bo'lib bo'lgan masala. Ya'ni Xitoyningki Xitoy millatining kelgusi manfaati u bu nazarida bu hal bo'lib bo'lgan masala. Hal bo'lib bo'lgan deganim nima deganda, endi bular bir cho'ng qutlukashang yoki Xitoyga tahdid bo'lolmaydi deb qaraydi. Hong Kong birdan bir qilib qolgan. Hozir Hong Kongnimi yanchiqning ichiga akirib bo'ldi. Hong Kongmi tahdid bo'lolmaydi. Endi birdan bir qilib qolgani Xitoy mening ziminim deydigini Tayvan qoldi. Shuning uchun Xi Jinpingningki yaqinda bir do'stimiz menga dedi, Xitoy Tayvanga yag'an tahdid qilib turib, Sharq Turkistondagi Uyg'urning qirg'inchiligini yoshirish yoki mushuni davomlashtirishdan deydi. Xitoy Sharq Turkistondagi milliy qirg'inchilikning birinchi bosqichini tugatib bo'ldi Xitoyning hisobida. Agar biz Xitoyning ilqi saqchi hujjatlarini o'qsaqmi shu chiqadi. Chunchangoni 5 yil shu yerda turib, birinchi bosqichini tugatish, undan keyin uni davomlashtirish, ammo eng muhimi birinchi qadamniki tutadiganlarni tutish, yo'qotadiganlarni yo'qotish. Bu Xitoyningki amalga ish bo'ldi, Xitoyning ko'z qarashida. Endi qag'iniga Xitoy ko'chmanni yo'tkab, Uyg'urlarni Xitoyga yo'tkash, shu orqali uningki nopsni suyuqlashtirish, eng oxirisi Xitoyni mutlaq ko'p sonni egallaydigan qilib qo'ysa, balki hozir umi xil birga berib bo'ldi. Umi bir amalga oshib bo'laydi-da. Amalga oshib. Shuning uchun o masala emas. Endi Xi Jinpingning maqsadi o'zini tarixdagi Mao Zedong bilan tang va uningdanmi ulug' bir doyi qilib ko'rsatish. Unda doyi bo'lish uchun Xitoylarga buning boshqa hech qanday natijasi yo'q. Iqtisodiy mag'lubiyat kuchayapti, hamma nimada. Shuning uchun Tayvanni ola olsa, Tayvanni olish qoldi. Tayvanni ola olsa, bu birdan bir Xitoy cho'ng birligi buningga qo'shgan eng cho'ng Xitoy tarixidagi bir cho'ng to'kpisi, ham Xitoy tarixida bunday deganda Xitoyning maqtaydigan Han Wudi, Tang Taizong, Qin Shi Huang shu podshohlardek hozir o'chqashqar shular madilayapti. Oldin qatim O'rta Osiyoliklarni Shiyanga kelganda shu kiyimlarni kiygizib qizlarni olib shu Tansualisni. Tansualisni. Shu demak
shularni madiyalayotir, shularninkidanmi eshib ketadigan bir shaxs bo'lmoqchi Xi Jinping. Shuning uchun Tayvan masalasi eng oldidagi. Hamda hozirgi hukumatning da'vatini Tayvanni biz qo'g'daymiz dedi. Joe Biden 4 qatim agar Xitoy hujum qilib qolsa, askar chiqaramsiz degan vaqtida 4 qatim chiqirma dedi. Askar chiqirma dedi. Ammo prezident Trump hozirgacha kandidat texi u gapni qilmadi. Tayvanni pul to'lsang qo'g'dayman deyapti. Shuningga bu yerda Tayvan masalasi biz bilan bevosita tutishudi. Agar Xitoy Tayvanni yeb ketsa, u vaqtida Xitoy Osiyoda dushmani yo'qli bir kuchga aylandi. Bu vaqtida Uyg'urlarningki faoliyatlari hammasiga zo'r darajada ta'sir ko'rsatadi menimcha. Uningdan keyin biz chet elda faoliyat qilishning maqsadimiz nima? Maqsadimiz eng oxirgi nishonimiz vatandagi xalqni qutuldirish, mustaqillikni asliga keltirish. Agar Xitoy kuchlanib ketsa, albatta Xudo bizga yo'lanchi bo'ldi. Ammo Xudoyimmi sharoitni biz hozirlasak, uningdan keyin bizga yordam qildi. Hech qanday sharoitni hozirlamay Amerikada, Turkiyada shu vaqt bo'lsak, Xudoyim bizga askar avatib berolmaydi. Avatib berdi. Ammo u hozirlik kelmaydi. Shuning uchun bu yerda bizga bevosita ta'sir bo'ldi. Hamda hozirgi hukumat davomlashganda bo'ldi deganda shu va'dasi bo'yicha kuchlanib mangdi. Mening shaxsiy ko'z qarashim hech kimga tangmayman. Bu yerda hozirgi hukumatning men eng ta'riflaydigan yeri NATO'ni Osiyoga keldi. Bu da ketib Amerikaning Washingtonda ochilgan NATO yig'inida e'lon qilgan bayonotida nima dedi? Xitoy hozir dunyodagi birinchi tahdid oldi. Rusga ochiq oshkor yordam qilyapti. Xitoy agar to'xtatmasa, bu bizning o'rtaq manfaatimizga ta'sir ko'rsatyapti deydi. Biz chora qo'llanamiz dedi. NATO birinchi qatim Xitoyni o'zining bayonotining ishiga rasmiy kirgizdi. Bu demak NATO Osiyoga taraqqiy qilib kiryapti. Dushman so'zini ishlatdi bu qatim, tunji qatim. Dushman so'zini ishlatdi. Demak, NATO kuchlanish kerak. NATO ojizlashsa, Amerika o'z kuchi bilan burungi Nazilarni yo'qotgan vaqtida Amerika kuchlikda ko'ringan bilan yana shu Angliya bilan Rus vaqtida Sovet shular odamning kuchini asosan shular Amerikami chiqardi, ammo ash kishidak emas. Shuning uchun Amerika budaqi Xitoy o'zi samarkan cho'ng bir dushman. Shuningga bu yerda NATO nayt xalqliq bir narsa bo'ladi. Uningdan keyin agar Amerikaning mayli qaysi partiyadan chiqqan prezident Tayvanni yoki ubuni bizdan bakjiroq uningkiga tashlaymiz deb tashlasa, vaqtida Osiyodagi masalan Filippin hozir Xitoy bilan tish tirnog'igacha ilishyapti. Kundalik degidek. Nima uchun? Amerika va'da berganligi uchun. Biz seni qo'g'daymiz, biz sening kayningda. Agar Xitoy ochiq dedi Amerikaningki bir Tinch okean bosh qo'mondoni. Nima deydi odamning ismi? Shu odam oldin ketim ochiq dedi. Agar Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, biz ularga do'zaxni ko'rsatamiz dedi. Bu hozirgacha deb boqmagan. Harbiy bosh qo'mondon do'zaxni ko'rsatamiz dedi. Undan keyin Filippinninkiga bergan va'dasida agar bir Filippinlik askar o'ldi, jang e'lon qilgan bo'ladi bizga dedi Amerika. Mag'atni xeyli kuchli. Shuningga Xitoy Filippin bilan ilishyapti, ammo paltolarni ishlatdi, gujaklarni ishlatdi. Ammo bir Filippin askarininki bir tal bilan nemisni bir barmog'ini kesib yetibdi, ammo uningdan boshqa qilolmayapti. Nima desa, Amerika bilan bevosita to'qinishning oldini olyapti. Agar bir Amerikaning prezidenti chiqib, mayli Trump bo'lsin yoki Biden bo'lsin, aylanib qilib, Tayvan bilan bizning karimiz yo'q, yoki pul to'lsang qo'g'dayman, bo'lmasa yo'q desa, Xitoy uningdan jiq pulni berdi. Shuning bilan bu yerdagi eng chong masala
qolgan Amerikaga ishinib Xitoy bilan tirkishayotgan kuchlar hammasi Amerika gepi to'maydi ekan, bo'lib tugidi deydi. U vaqtida Xitoy Osiyoning xo'jisi bo'ldi. Bununla mesela deyli Trump bek ziyade pragmatistlik kılıp yoki bo'lmasa Amerika'nınki içini lam oylab sırtını oylamay şundak bir karar elişine oylab qaganda Cumhuriyetçiler Partisi yol koyamdı sizce? Bence koymaydı dep oylayman. Mesela Tayvan'da vazgeçiş kararını ep kalsa Trump. Ep kalsa prezident kararını çıkara alaydı. O vaqtida o qarish to'g'anlarmi gap qilinmaydi. Kuchaymasmi? Kuchaymaydi. Onunda şu parlamentin 3'ten 2 kısım bilan ama o icra bo'ldi dedi. Prezident qarorni chiqarib bo'lsa, o parlamentin yoki o vaqtida prezidentni davlat manfaatiga xoinlik qildi deb vazifani ep tashlash kerak. Ep tashlash kerak. Amerika'da asası kanunu şundak bir madde bağma ihtimallar. Bu aldın ketim, iki ketim Trump'ını ilivitimiz dep nem kıldık o sotlap gelsi ötmedi. Impeachment deydi zaten. Impeachment. Lekin yeni bir taraftan oylaganda bu Trump vakitten özgün muavin prezident namzatı gösterken kişi Xitoyga qarta qattiq qo'l pozitsiyani bildirdi. Bir taraftan Trump'ni yana aldın qatimga o'xshash Xitoyga gap so'zda yumshoq ish harakatda qattiq qo'l bo'lish ehtimoli bormi sizcha yana? Balkim bo'lishi mumkin, ama aldın qatimga men aldın qatimga ish harakatda qattiq deb qarab ketmayman. Faqat boj qo'ydi mas'uliyatlarga. Ama umum jihatdan NATO'ni ajizlashtiryapti shu vaqtida. Do'stlarni yiroqlashtiryapti bu adam. Amerika xalqarada zo'ravon diktatorlarga bo'libmi Xitoydek zo'ravonga tang turmaydi ekan. Ham moral ground yuqori turish kerak. Onun uchun haqiqatda yuqorida turmaydi ekan, do'stinchiq tortish kerak yaqiniga. Agar biz do'stlarning hammani ranjitib, sen pul vermedin, sen haqini to'lamedin, sen aldamchi, sen qo'yimchi, xizmatini tortib olding, sen ko'chmanni kirgizatding deb hammani tillab mansa, do'stlar oz bo'lgan siri qarish taraf shuni tortib akitdi. Shuning uchun u vaqtida Trumpning qilgan birsi bojni qo'ydi, yuqori qo'ydi, tamojna bojni Xitoy mollariga. Buning da muvaffaqiyatli bo'ldi, desakmi bo'ladi. Koyuldu ama Xitoyning mili yana davomlashdi. İkincisi Trump efendimga cho'qinadigan, savol sormay cho'qinadigan bir turkum odamlar bor. Ama ularga to'xtamay Xitoyni Xitoy virusi degan so'z bilan bularni Xitoyga ish qilyapti. Bu ikki to'kpisi bor. Ama strategiya jihatdan menimcha do'stlarni ijroqlashtiryapti. Ama hozir saylanib chiqsamdi, o muavin prezidentining bir gapi bor. Hozir to'rladimi bor, chiqarib qo'yibdi ba'zilar. U odam 4-5 yilning oldida debdiki, kim Trumpga ovoz bersa shu dunyodagi birinchi ahmoq deb. Hozir hamda uningki muavini bo'lib tanlandi. Naqoza tuturuqsiz odamga bo'lma. Shu ashta yerlari bordi. Shuning uchun bir adam bir qitim yag'ani aytib qolgan bo'lsa, bo'pti deymiz. Agar izchil ahvol bir necha qitim deb uningki o'zgarsa, bu odamningki gapidan vaqtda tarjimon kerak o so'ziga. Garchi tushansakmi. Shuningga qanday qarash meningcha Xitoyga qattiq bo'lsa qo'llaymiz. Men birinchi qitim saylangandan keyin bir parcha maqol yozgan. Ben ovoz bermedim ama eğer saylanib chiqdi, Trump prezident Xitoyga haqiqatan qarshi keskin tursa, men yana bir qitimda saylamda ovoz bermay degandim. Ama bu yerda Trump prezidentninki National Security Advisors bo'lgan John Bolton 17 mi 18
18 mi 19'u kitap yazıp Kitap Xi yazdı. Jinping kitabıda Xi Jinping Trump'a 2017 yılı görüşken vaqtida biz Uyg'urlarga qayta tarbiya yeb beryapmiz degan vaqtida o yaxshi qilibsizlar davomlashtiringlar degan tasdiqni bergan. Men uni mushu ziyolilarni tutishga bog'ladim. Chunki 2017dan keyin ziyolilarni bizning sarxillarimizni tutish shuningdan boshlandi. Bu yerda o Trump uni tutinglar dedi deb qaramayman, ammo gap qilmaganligidan, norozilik bildirmaganligidan Xitoy bu bo'lidiki, kari yo'qki Amerikaning degan signalni oldi Xi Jinping, berib shuni bilan butun ziyolilarni tutishga boshladi. Shuningga men keyinda qo'llamadim bu odamni, ham shaxsiy o'zimning ko'z qarashi. Chunki har qanday odam Xitoyga havas qiladigan Xi Jinpingni maqtaydigan ulug' ko'rsa, men u odam bilan birga tura olmayman. To'g'ri. Shu bizningki Uyg'urlar ichidagi hali ko'p sonli kishilarningki Trampni yaxshi ko'rishi yoki Trampni hatto cho'qirish darajasida cho'ng bo'lishidagi bir omilmi? Uningki biri gap so'zlari, ya'ni Xitoyni virus Xitoy deganga o'xshash. Undan keyin Trampningki tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ningki Uyg'urlar masalasiga nisbatan tutgan yaxshi keskin maydoni ham Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishi qatorliq mushu taraflardan ta'sirlandi deb qarayman asosliqi. Ammo strategiya jihatdan aytganda siz degandek Trampning qilg'ini Amerikaningki yashardagi ta'sirini ojizlatish, NATOni ojizlatish, undan keyin Xitoyni bir tarafdan savdo jihatda cheklama qo'ygan bilan boj bu narsani ovutgan bilan, ammo strategiyalik jihatdan qo'rshovni buzitish yoki qo'rshovni yo'l qo'ymaslik. Bu yiroq nuqtadan aytgan vaqtda yana Xitoyni akilatgandek yoki uni qaytadan qafasdan qo'yayotgandek bir ish. Shunga sizni o'z ichiga olgan holda nurg'un mutaxassislar, tadqiqotchilar izchil Baydenni Xitoyga yaxshi taqobil turdi deb qarab kelgan bo'lsa, oldingi saylamdan tortib, ammo odatdagi omma tomoshabinlar ko'pinchisi yana Trampni yaxshi deb qo'llab keldi. Bu yerda bir ilmiy soha bilan ommaviy soha o'rtasidagi bir farq menimcha shu Trampningki gap so'zlari, ish harakatlaridagi radikal ifodalar, ammo tutarsizlik, moslashmaslik. Chunki odatdagi xalq uning izchil kuzatmagan bo'lg'achqa u yerdagi moslashmaslikni ko'rolmaydi, uyushqni ko'rolmaydi. Ammo gap so'zlarga diqqat qiladi. Ammo tadqiqotchilar uyushqni ko'rgan bo'lg'achqa shunga bu yerda bir strategiyasizlik bor, iniqsizlik bor. Shunga bu Amerikaningki manfaatiga ziyonliq, Amerikaning manfaatiga ziyonliq bo'lgan narsa oxirida dunyoning tartibiga nisbatan liberal tartibga ta'sir ko'rsatadi deb qarab kelaylik. Men shuni bir izohlab qisqacha tushuntirishni. Shaxsan men hozir Amerikaga rejdandim. Amerikalar bu davlatni yaxshi ko'raman. Bu birinchi bir salohiyatım. İkincisi men Uyg'ur. Vatanimni sevginaman. Vatanimninki mustaqilligining asliga kelish uchun kurash qilayotgan bir shaxs. Gerçi jiq-to'p qo'shamiz. Bu ikkisida bir prinsip bor. U bo'lsa Amerikalik bo'lish salohiyatim bilan Amerikani qudratlik Xitoyga taqobil tura oladigan, Xitoyni har qanday yerda yiqita oladigan bir kuch bo'lishiga buningga havas qilaman, ham shu tarafga kuchayman. Ikkinchisi Uyg'ur bo'lishim bilan Xitoyni ayblaydigan, Xitoyni jazolaydigan, Xitoyga xushomad qilmaydigan shu shaxsini hamda tanlash bo'lib qolsa, shuni tanlayman. Bu yerdagi mening prinsipim Xitoyni maqtagan, Xitoyning diktatoriga havas qilgan, bu so'zlarni ochiq so'zlagan odamni men qabul qilolmayman. Masalan, yana men bir necha qitim o'zimning yaqin do'stlari bilan ba'zi qizirishib qolgan ishlar bo'ldi, mushu to'g'riliq. Masalan, 2018 mi, 17 mi, 16'si
Prezident Trump prezident bo'lib bo'lgandan keyin Xitoyning chag'ini oldi. Xitoyning chag'iniga Ballarını Xitoycha navrisi balları Xitoy Beijing shu Washingtondagi elchixonaga berib, navrisi Xitoycha naqsh etib berdi Xitoy elchisiga. Ben bunu qabul qilolmayman. Bir Amerika'nın prezidentining balları, navrlari Xitoy elchixonasiga berib, Xitoycha naqsh etib berishning hech bir hojatimi yo'q, zaruriyatimi yo'q. Ammo Amerikani bir xil Xitoy buni qanday tushundi desa, Amerikami bizga mana shunchalik cho'qinayotdi. Xo'shamat qilishga boshladi. Xo'shamat qilishga boshladi deydi. Bu men qabul qilolmayman. Shuning uchun men mushu nuqtani o'zimga bir qiblanoma desam bo'ladi. Xitoyni maqtagan, Xitoy xo'shamat qiladigan bunday odamlar mayli nima qila olsin, xo'shamat qilgandan keyin, maqtagandan keyin demak qalbining bir yerda havis bor. Bizga milliy qirg'inchilik yurgizayotgan bir diktatorni ulug' desa, men qanday u odam bilan birga tura olmayman, uning maydonida birga bo'la olmayman. Men bo'la olmayman. Bu mening aqlim menga o'rgatgani. Endi uni qo'pib, ya u deb qo'yg'ini desa, shu deb qo'yg'ini deganlar bo'yicha o'zi tushunsin, ammo menga uni hech kim tangolmaydi. Uni pal beqib hamda uning ko'ngli qulonmagan ekan. Shu. Shuningga men so'ziga, harakatiga, ikkisining qarish tarafiga, masalan, to'g'ri abay dedim-ku. Xitoy virusi deb shunchalik juq Amerikaliklar o'shman qilyapti, ammo berib navrisi Xitoyga naqsh etib berdi. Uningdan keyin bugungacha yana tunugini yana Xi Jinpingni ulug' deb maqtabdi. Bu men oldin ketdim, men hukumatni tanqid qildim. Bu yerda mening maydonim edi. Oldin ketdim bir yerda bir yig'in bo'ldi. Yig'inda sizlarning nima fikringlar bor dedi. Men dedim, Ikkinchi Dunyo urushida Amerikaning prezidenti Roosevelt hargiz berib Hitler bilan qo'l elishib ko'rishmagan dedim. Nima uchun Bayden berib uning bilan ikki qatim qo'l elishib ko'rishdi dedim. Milliy qirg'inchilik ifoda deb bo'lib, bu hukumat shuni e'tirof qilib bo'lib, oldingi hukumatni e'tirof qildi, bumi e'tirof qilib bo'lib, endi qo'pib u bir milliy qirg'inchilik yurgizgan Xi Jinping bilan qo'l elishib ko'rishi bizning Amerikalikqa Amerika hukumatini xunuklashtiryapti deb tanqid qildi. Bu qalbimdagi so'z. Mayli kim bo'lsin, Xitoyga xo'shamat qilsa, men uni tanqid qilaman. Bu mening maydonim. Ammo texi chiqmay turib, havas qilsa, men uningdan andish qilaman. Shuningga yig'in chaqlab bugunkini tugatsak, o'ylash kerak. Hammamiz yaxshi o'ylashimiz kerak. So'zga anglama, harakatiga qara, nimalarni qilyapti, nimalarni davyapti. Biz Uyg'urga, chunki bizning mayli Turkiya garajdani bo'lsin, Yevropa garajdani bo'lsin, har qanday Uyg'urning ikki salohiyati bor. Birisi shu davlat ikki salohiyati, yana birisi Uyg'ur salohiyati. Bu Uyg'ur salohiyatimiz bilan nimalar keldi deganda, hozirgi zulm, milliy qirg'inchilik, xo'rlik. Shuning uchun biz mushularni ko'z oldimizga keltirib, onundan keyin o'zimizningki yakunini chiqaraylik, siyosatda talashmaylik. Men hech kim bilan, mayli siz bilan muzokara qilaman, ammo shaxsiy hech kim bilan talashishni xohlamayman. Har bir odamning o'zining tanlashi bo'ladi, prinsiplari bo'ladi. Siz yaxshi ko'rsangiz, siz o'zingiz yaxshi ko'raversangiz bo'laveradi. Bu shaxsiy ishda hamda. Rahmat. Sizga ko'p rahmat. Undaqda bugungi suhbatimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Bir yarim soat davom qildi. Aytib yaxshi muloyizalarni, uchurlarni, ma'lumotlarni berdingiz. Ko'p rahmat. Sizga rahmat. Ekran oldidagi hamma xalqlarimizga. Ularga rahmat. Unda bo'lsa, qadrli qarindoshlar, bugungi suhbatimiz bu yerda oxirlashdi. Iloqatim ko'rishgacha omon bo'linglar. Ishlatgan bilan Uyg'urlarga munosabatlik, Xitoyga munosabatlik, jumladan dunyo siyosiy munosabatlik temalarda muzokara qilishni, muloyiza qilishni davomlashtiramiz. Yoqtirishinglarni ham baharlashinglarni umid qilaman. Ko'p rahmat. Omon bo'linglar.